Bastian Schweinsteiger, oddiy bola, buyuk afsona. Futbolda shunday futbolchilar bo'ladiki, ularni faqat gollari bilan emas, xarakteri, kurashi va sadoqati bilan eslaysan. Bugun biz sizga nemis futbolining yuragi, Bavariya va Germaniya ramzi, maydondan qon bilan chiqqan, lekin taslim bo'lmagan jangchi Bastian Schweinsteiger haqida hikoya qilamiz. Boshlanishi oddiy shaharchadan afsonagacha. Bastian Schweinsteiger 1984-yil 1-avgust kuni Germaniyaning Kolbermoor nomli kichik shaharchasida tug'ilgan. Bu joy katta stadionlar emas, millionlab muxlislar emas. Oddiy hayot, oddiy bolalik. Otasi sportga qiziqqan inson bo'lgan. Bastian esa dastlab chang'i sporti bilan shug'ullangan. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz, kelajakdagi futbol afsonasi. Avval chang'ichi bo'lgan. Ammo yurak futbolni tanladi. Bolalik va futbolga kirib kelishi. U hali juda yosh paytida top bilan do'stlashdi. Maydon kichkina, orzular esa katta edi. Men bir kun kelib Bavariya uchun o'ynayman. Bu shunchaki bolalik orzusi emas edi. 2002-yil. Atigi 18 yosh va u Bayern München safida debyut qildi. Shu kundan boshlab Germaniya futbolida yangi tarix yozila boshladi. Bayern München, sadoqat va buyuklik. Schweinsteiger Bavariyada 13 yil o'ynadi. Sardor bo'ldi. Klub ramziga aylandi. U qanotda ham o'ynadi, markazda ham. Ammo eng muhimi, u hech qachon javobgarlikdan qochmadi. 2013-yil. Chempionlar Ligasi finali. Bayern Dortmund. Schweinsteiger o'sha o'yinda jarohat oldi. Og'riq bilan o'ynadi. Lekin maydonni tark etmadi. Va o'sha yil Bayern tarixidagi eng buyuk mavsumlardan biri bo'ldi. Germaniya terma jamoasi, qon, ter va g'alaba. Schweinsteiger Germaniya uchun 121 ta o'yin, Yevropa va jahon chempionatlari va eng asosiysi 2014-yilgi jahon chempionligi. Final. Argentina. Uning yuzi jarohatlangan, qoni oqmoqda. Ammo u to'xtamaydi. Bu oddiy futbolchi emas edi. Bu millat uchun jang qilgan askar edi. O'sha surat. Qonli yuz, tik qarash. Schweinsteiger shu lahzada abadiy afsonaga aylandi. Faoliyatining so'nggi bosqichlari. 2015-yilda u Manchester Unitedga o'tdi. Keyin AQSh Chicago Fire klubida o'ynadi va futbol bilan xayrlashdi. Ammo sahnadan ketdi, tarixdan emas. Shaxsiy hayoti, afsonaning yuragi. Bastian Schweinsteiger Ana Ivanovichga uylangan. Ana Ivanovich serbiyalik tennis afsonasi, Grand Slam g'olibi. Ular sport olamidagi eng chiroyli juftliklardan biri hisoblanadi. Bugun ularning farzandlari bor. Schweinsteiger esa oilaparvar, sokin hayot kechirmoqda. Futboldan keyingi hayoti. Bugungi kunda u futbol eksperti, televideniye tahlilchisi, FIFA va UEFA tadbirlarida elchi. Yosh futbolchilarga ilhom manbai. U endi maydonda yugurmaydi. Lekin futbol hali ham uning hayoti. Yakun, nega u afsona? Chunki u hech qachon taslim bo'lmadi. Og'riqdan qo'rqmadi. Pul uchun emas, sharaf uchun o'ynadi. Va futbolni chin yurakdan sevdi. Bastian Schweinsteiger. Bu shunchaki futbolchi emas. Bu butun bir avlodning qahramoni.